129.900 rubldan sotilgan iPhone 16 Pro Max atigi 102.900 rublga olishdi. Narxi vasha qulab tushib ketdi akalar. Aka narxi yoqdimi? Ha, yoqdi. Aka ukamsizlar yo do'st? O'rtoqlar. Bir-biringizga olib bermayapsizlar hech qilib, ha? Yo'q. Kimniki? Azal yaptım. Oching aka. Sovg'asiga naushnik qo'shib berdik. И plus yana bitta sovg'a bor akaga. Hozir men tez aytib beraman. Ayta olsalar beramiz. Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. 5 marta bitta nafasda. Oq chaynakka ko'k qopqoq, ko'k chaynakka oq qopqoq, oq chaynakka ko'k qopqoq, ko'k chaynakka oq. Tugadi. Oching. iPhone 16 Pro Max olish uchun nima qilish kerak aka? Kranochik bo'lish kerak. Ha? Kranochik bo'lish kerak. Kranochik. Undan oldin nima dedingiz? Sas ko'rpan tagidan turib, chiqib, harakat qilish kerak. Do'stim siqilma. Hayot hali seni ko'p siqadi. Hayot hali seni ko'p siqadi. Oling aka. Rahmat.